birdaniga vahima keldi. Oyoq qo'llaringiz muzlab qolyapti. Nafasingiz siqilib, birdaniga o'lib qolishingiz mumkin. Tanish holatmi? Aynan bu holatdan chiqib ketishingiz uchun eng dolzarb va eng muhim bo'lgan mashqni sizlarga tushuntirib o'taman. Bu mashq nafasni nazorat qilish mashqi hisoblanadi. Sekin va chuqur nafas oling. 4 soniya davomida nafas olasiz, 4 soniya ushlab turasiz va 4 soniya davomida nafas chiqarasiz. Keling buni birgalikda hozir bajaramiz. Mana bu holatda siz bemalol qo'rquvni nazoratga olishingiz mumkin bo'ladi. Mana shunday mashqni 5 daqiqani ichida 3 marta qilishingiz kerak bo'ladi va o'shanda qo'rquvni siz bemalol nazorat qilishingiz mumkin bo'ladi. Qo'rquv, vahima, depressiya, panik ataka holatlaridan chiqib ketishni xohlasangiz, unda 5 sonini yozing va men sizga tayyor darslikni jo'nataman.